Ota hovlimga kelib nimani ko'rib qoldim bilasizlar? 10 yillik xotiralar. Bu formani tegida qancha yoshligimiz o'tdi. To'ldirib kiyib yurardi. Onamga hovliga beraverdim. Mana shunaqa chiroyli taxlab qo'yishgan ekan. Chunki formada bo'lishimni onam va adam ko'proq xohlardilar. Mendan ham ko'ra ularga qadrliroq. Kapitan zonagacha borgan edik. To'g'risini aytaman, bu formaga erishish ham oson bo'lmagan. 4 yil mehnat qilib, qancha sinovlardan o'tib, qancha tayyorgarlik bilan 2014-yilda erishgan edim. Va 10 yil xizmat qildi. 2024-yilda o'z xohishim bilan. Lekin ketish ham oson bo'lmadi. 2 yil o'ylanib yurdim. Ketsammi, ketmasammi, ketsammi, ketmasammi, ko'chada och qolib ketmaymanmi deb. Allohga tavakkal deb ketdim. Lekin bilasizlar, javonaga och qolib ketganim yo'q ko'chada. Rizq Allohdan deydi. Lekin buni qadrini xizmatdagilar juda ham yaxshi bilishadi.